Şinjan Halk Radyo Stansiyası. Hazır edebi anlatışımızı başlayınız. Abadada ben hazır kanatlandım. Endi mening o farzandlik vafadarlığımni ko'rsatadigan chog'larim keldi. Sizlarning kulkanglarni ko'rish men uchun baxt. Putinglarni tutib qo'yish farzandlik qalbim uchun tasalli. Ota, dada, sizlar charchidinglar. Qaranglar, men sizlarga ormon quvvat talqinini og'ash keldim. Seni ichinglar. Bu bir piyola quvvat talqiniga o'g'linglarning sizlarga bo'lgan o'tliq mehri muhabbati singib ketgan. Ona yurt nimmati ormon quvvat talqini sizlarning qalbinglarga sog'lomlik qiyi mag'dursizlangan seninglarga tutmas tugumas kuch quvvat ato qilg'ay. Ya adaş, erkekler hava parkılık amirinin harika emasken go. Botulkisi okşaydıkken şu markası karmayla ele yetişmen. İçi yüreğiyle şu. Sen şu okşagan bilen ikidikisi okşamaydı de. Ravap markılık amirinin şarabı, tennin huzuri, dilinin arami. Telefon 133 99 778 888. Poten davayı kızılgül gülkanti, pemi gülkanti, anargül gülkanti, bilgisiz gülkantileri Uygur tibabisi anneanne reseptleri asası işlengen bulup, mine, yürek, öpke, jiger, atkadan katarlık azalarının ıktılarını yaxşılap, her xil keserliklerinin adını alıdığan yaxşı kuvvet mahsulatlarıdır. Şinjan Ablatniyaz alaylı kiyim-kechak madaniyati maktabi Şinjanda mashrab o'tkazib, Uyg'ur kiyim-kechak madaniyatini namoyon qilgan. Bu maktab hozirgi zamon moda kiyimlarini loyihalash, Yaponcha, Yevropacha kiyimlarni loyihalash, kompyuterda kiyim loyihalash va tizginlash, rang tuzlash, bilim oshirish va oliy universitet sinflariga davomli o'quvchi qabul qiladi. Darslarni danglik kiyim loyihalash ustiga Ablatniyaz qatorliqlar o'tadi. Xizmatga o'rinlashtirish kafolat qiladi. Sirtin kelganlarning yotoqxonaga o'rinlashtiriladi. Aloqalashuvchi Ablatniyaz. Adresi Örümçi Bug'di yo'li 81 nomer 6-qavat. Telefon 89 54 024. 89 54 024. Şinjan Şinxuaşan doktorxonasi ilg'or texnik qo'llanib, Jungyicha va g'arbcha davolash usulini birlashtirib, ost xarakterlik B-tiplik jigar yollig'ini maxsus davolaydi. Bir oyda birni o'kil selinadi. Adresi Ürümçi şehri Mevzugu uzun yolluk qatnash bekitining qiypash udulida. Mas'ala so'rash telefoni 0991 450 34 86. 450 34 86. Gül yürek börek kuvvetleş cevherini içkenden beri börek acizlikten kelip çıkan bel ağrıqı, mağdursuzluk, ten acizlaş, qatarlıq kesellerimge alaydı şifa qildi. O tibabette üstüzülüp gelivatkan yanak, badam, hasel, xormu qatarlıqlarını xameşa qılıp, yerlik usul işlengen Uygur tibabeti mahsulatken emasmı? Şunda, o memleketlik mahsulat sütün başkuruş komitesinin xalqaralıq işensizlik mahsulat degen şarapnamesiga 2007-yili Jungo yezeklik bazırdaki dağlık mahsulat degen bahalaşamsiga erişken. Her kay sala bazalarda setiladi. Telefon 0991 66 48 110. Tamak etkende tani ve ozuqlıqı tam ahmiyet veriş lazım. Qashqar bahari yetti qo'shilgan bir quvvatli onları Janubiy Şinjanning esil bug'doydan ishlangan bo'lib, tamog'ingizga tam teningizga quvvat ato qiladi. Şinjanning danglik mahsuloti Qashqar bahari unlari. Hürmetli radyo anlıqçılar. Tövende Ablikim Ebeydullah'ın Kırpik namlı povsitini anlattınız. Kadirli dağa, yaxşıdır vatamsiz. Rastını etsem sizge bu xatni çonkur xicillik ve yiganılık içinde yesip oturuptu men. Tersalıqım, baştaxlıqım üçün meni ketirin. Dürüst. Hazır cemiyette Ali mektebini bitirgenlerden qaysı birleri yezilagı. Bolup mu mağa oxşaş en çet yezilagı berip xizmet qilishni xalasın. Yani gelip yaxşı bir xizmet o'rnini terk etip. Şehir qandaq yaxşı, pakize, azade, ko'ngildagidek sharoit. Shuning uchun mu siz mening keyingi istiqbolimni, baxtimni o'ylab ko'p yo'l mengib, kimlargadir yelinib, yalvorib, to'qqiz puklanib shahar ichida xizmat topgan edingiz. Biroq men buning uchun sizga cheksiz minnatdorlik bildirib, minglarcha tashakkur etish u yoqda tursin. Aksicha talabingizni rad qilib, shahar markazidan nihoyatda mushraq bo'lgan bir sahroda, Qarasay yesida xizmat qilishni tashkildan iltimos qildim.
o'ylamagan bo'g'idingiz a? Bilib turaman, shu topda achchig'ingizdan titrab ketyapsiz. Ko'zlaringiz chakchiyib ketyapti. Ayni vaqtda o'zingizning o'g'li bo'lib qolgan bo'lsam, shu ta'sirlikim uchun bir necha tastak tegib ketishida gap yo'q edi. Xayriyat. Sizning shu yaxshi ko'nglingiz menga qilmoqchi bo'lgan shafqatingiz uchun bugungi kunda rahmat desammi, kechikmasman. Men o'z yezamga joyillik bilan ketgandan keyin ehtimol siz yolg'iz dadasiga tortishib o'z yurtida ishlashni talab qilgandi. Yoki shu yiroq sahroda ko'gining quyruqi bo'lg'icha xo'rozning tojisi bo'lay deb o'zi xon, o'zi bek bo'lib yurgisi kelgandu debmi o'ylagansiz? Hatto shu yiroq sahroda ajoyib do'stlarni yaratib birdilla ko'zga ko'ringan shaxs bo'lib qolishni ko'ngliga pukib shunday qilgandu debmi qolgansiz? Hech bo'lmasa ko'ngliga pukkan biror plani bordir deb qaragansiz. Ammo bularning hech qaysisi emas. Odamlar nemishqa murakkab? Uningda mo'l hissiyat bo'lgani uchun. Buning nima deganidu deb hayron bo'lmang tag'a. Men o'rta maktabdagi chog'larda Gulambar ismli bir qizni yaxshi ko'rardim. Biz doim birga dars takrorlaydik. Uyimizmi bir mahallada bo'lg'achqa kichkimizdan billa o'ynab cho'ng bo'lgan. Odatdagi chog'larda garchi eg'izimizda deyishmasakmi, ammo o'tliq ko'zlarimiz cho'g'ni paxta ichida yoshirg'ili bo'lmaganidek hammani oshkorlab turardi. Men dal shu qizni deb uning hidini elib hech nimaga qaramay ketib qoldim. Sizga ehson tag'a, men hech qachon Tangridan og'irnib baxmagan. Faqat Gulambar oliy maktab imtihonidan o'tolmagan chog'da tunji qitim Tangrining rahimsizligidan, qattiq qo'lliqligidan og'rindim. Odamning ra'yiga baxmaydigan ta'sirligidan ochiqlandim. O'zimning mushundaq bir qismatga duch kelayotganligimdan ko'nglim g'ashlikka to'ldi. Uxlasam tushimda, choy ichsam piyolamda siymosi paydo bo'ladigan shuncha aqlli Gulambardan ayrilib qoladiganligimni o'ylaganimda ko'zlarimga yosh olishib, dilimdan tuzukroq tomoq o'tmaydi. O'zim garchi oliy maktabga o'tgan bo'lsam-mu, faqat xushal bo'lmadim. Aksicha ko'nglim yerim bo'lgandek bir qismini bo'lib qoldim. Oxiri chaqiriq qag'zim keldi. Biroq shu muqaddas qog'ozni qo'limga olganimda xuddi u qo'llarimni kuydirgandek, cho'g'ni tutib olgandek qo'llarim beixtiyor titradi. Shu qog'oz ichida Gulambar menga qarab kulgandek va bir turib ko'z yoshi qilayotgandek ko'rinib ketdi. Men Gulambarni istab bordim. Uning bilan xo'shlashib olay, ko'ngliga tasalli beray. Jur'at qilib muhabbatimni oshkorlab etay degan niyatda edim. Shuncha istabmi uni hech yerdan topolmadim. Hatto oilasidagilarni uning nega ketganligini aytib bera olmadi. Bu menga texmi alam bo'ldi. Qalbimning allaqanday yerlari kuzdagi yaproqdek titradi. Yuragim unsiz yig'ladi. Shunday qilib uning bilan ko'risholmay armon ichida yurib ketdim. Har qatim ta'til qo'yib berilganda kelibla uni izladim, ammo uchirta olmadim. Uni ko'rishga taqozo bo'lgancha uning o'zini mendan atqachib yurishi yuragimdagi muhabbat o'tini texmi ulg'aytirdi. 4 yilmi tugadi. Siz shuncha yaxshi xizmat o'rni hal qilgan bo'lsangizmi, men o'z yurtimga qaytib ketishni niyat qildim. Bularning hammasi shu Gulambar uchun. Sabiylik chog'larimdagi qalb odidamga o'shmas naqsh bo'lib o'yilib ketgan shu qiz uchun bo'ldi. Shunga men xizmat, turmush sharoiti nachar bo'lgan bu yezi o'rta maktabida xizmat qilishdan sarlanmayman. Vah demayman. O'z o'qigan oliy maktabda o'qituvchi bo'lish nima degan ko'ngillikka? Xudoga shukr.
Dadam yaşlanıp qalğan bolsunmu, mərhum anamның yo'qligini bilindirmay, uyning chirqini yo'rqib kelib etibdi. O, sizning mana shahardan xizmat o'rni tepish uchun kuch chiqarganligingizni anglab, sizga rahmat etdi. Mening shaharda xizmat qilishni xohlamay qaytib kelganligimni anglab, mening vafodorligimdan suyundi. Bu tuproqda gülenber bo'g'ini uchunmikin, o manga bo'lakchilar go'zal ko'rinadi. Har xil mevalar, bo'kbiraqdan o'rmonlar, yezni to'g'risiga kesib o'tadigan suvlari süp-süzib o'sdi. Yeziq hukumat oldig'ida yasalgan yumaloq shaklli gullik. Gullikda turib qarasa, yezning janubida 500 metrcha shiroqlikda ko'rinib turadigan qum barxanlari. Ishqilib, hammasi meni o'ziga tortadi. Nagan-naganda yaqinsiz signal berib o'tib qoladigan mashinalarni hisobga olmaganda bu yer intayin jimjit. Yotgan maktabning ichida eshik oldida yo'g'on bir tip siyda darxaba. Kichigimda o'sha siyda tövida gulambar bilan o'ynaydigan. Ajab chaqlar edi ha u. Yugurishib, chaqchaqlashib, mökü-mökülərini oynab harmaydigan. Mana əmdilikdə heç kimning nazari ilinmaydigan aşı siydə manga həmrah. Hər qitim onun yenidən ötkəndə onun uzaqca qarab getmən. Tüvüdün güləmlərinin ayaq izlərini izləymən. Qovzaqları arasıdan onun tırnaq izlərini köygəndək bolumən. Xuddi o yenimdə turğandək qeyri sidini yitlaymən. Yalğızlıq, cüdalık, xeyrətlik meni məşundaq halga keltirib qoydimikin, yataqda yalğız oturup ötken kunlarni o'ylab ketaman. Bunu bir huzurlanarlıq işken. Ko'ngil ekranınızdaki o'tmish kartinlarini ko'rib, o'zingizga tasalli topalaydi ekansiz. O'tib ketgan ashu minutlar ichidan oldin nimalarni izlagingiz kelar ekan. Bilamsiz tag'a, odamlar hamon orzu uchun ko'rishadi. O'z xohisini ishga oshirish yo'lida tartib edi. Bir chaqlarda mendami ajoyib go'zal g'oyalar bo'lgan. Umid orzu o'tlarida qalbim o'chqidagi ishonch o'tlari lavildab kuygan. Keyingi kunlikda hech bo'lmasa biror tadqiqotchi bo'lishni ko'nglim epikkan. Ashu orzularim hali ham bitib ketgani yo'q. Mushu xilvat makondami o'xshashla o'rganadiganni o'rganaman, yanala tirishman. Bu yurtda gülambar o'sganligi uchunmi yoki uning oyog'i mushu tuproqlarga tekkanligi uchunmi har qitim sinfga kirganda rablik o'ltirgan o'maq bolalarga qarab qadabli suyunib ketaman. Ular ko'zimga shundoq issiq ko'rinadi. Kiyimlari ko'na, yuz-ko'zlarini to'pa bosgan. Söz hareketi qo'pol bo'lsa-mu, yanala ular mening ini-sing'illarimga o'xshash. Nima qilamiz-a? Chunki ularning hammasi o'z qarindishim. Ularning yig'isi mening yig'im, kulkisi mening kulkim. Shunga men ularni yaxshi ko'raman. Endi men mushu xilvat makonda yiltib topmoqchi, ajr singdirmoqchi, ta'riflamoqchiman. Hayotlik shamimning oxirgi nurlarigacha mushu makonga beg'ishlamoqchiman. Oq ko'ngil, ishchan, muloyim kishilar, sutdek oq, buloq suyidek süzük qalblar gülambarni ta'pilab bag'rida o'stirgan, o'zining saf havosi bilan odamni o'ziga jalb qiladigan pinhon joy. Mana bularning hammasi mening nazarimdagi go'zallik. Men mushu go'zallikni texmo jo'lab etaman. Onunğa naqsh çekiman. Men bir oydan buyon maktabdagi boshqa yosh o'qituvchilarning turmush odatlarini kuzatdim. Darsni aplab-saplab o'tish, kechda yosinib tarinib, birarining yotqida yig'ilishib, aroq ichish, naqshi to'g'lash, tansi o'ynash. Xuddi tugman teshidek vaqtning o'tishi bilan davr qilib turadigan bir xil qilibdiki kun o'tkazish muqami. Men bundaq o'ltirishga qarshi emasman. Ammo kunda tugudakli bo'lib turadigan bema'ni o'ltirishdan bezorlik his qildim.
Qarasay o'tir maktabida meni o'qitgan peshqadamlardan Seyit muallimdan boshqasi qolmadi. Seyit muallimlar hozir mening birdan-bir sardishim. Uzun gapni qisqarsam, sizning menga tag'i bo'lish sifatingiz bilan mendan og'rinib yurmasligingizni umid qilaman. Meni ana shundoq bir sehri kuch mushu xilvat makonga boshlab keldi. Hayot yo'limda balki nurg'un baxtsizliklar meni kutib turdi. Mayli qandoqli bo'lmasin, aqidam, irodamni yengib, yuragim aqlim ustidan g'olib kelib, meni bu yurtga boshlab kelgan ekan. Har qancha baxtsizlikka uchrasammi, pushaymon qilmayman. Ko'p o'ylanish orqali rost gapni sizga aytish qaroriga kelib, bu xatni yozdim. Arzimas so'zlar bilan vaqtingizni og'anim uchun dangvash eningizni kechiring. Teningizga salomatlik tilab, Anvar. Anvar tag'isiga yozgan xatni yana bir qatam o'qib chiqdi. Nimanidir xiyol qilib atgandek, qo'shimi qoshlari ostidagi o'tkir ko'zlarini bir nuqtaga tikdi. Vaqt nima degan tez o'tgan-a? Anvarning qoshlari yemirildi. Mana xizmatga chiqqanimi bir oy bo'pti. Tunugungi o'quvchi, bugungi o'qituvchi. İnsaniyet jamiyati mana shunday davomlashib kelgan-ku. Falsafa nuqtasidan aytganda tug'ilish, taraqqiy qilish, yo'qolish. Mana bular umumiy qonuniyat. Nima degulik endi? Balkim Gülenbermi mushu qonuniyat bo'yicha taraqqiy qilgan bo'lsa, ehtimol bu vaqtcha biror ikki bolaga ona bo'lib, tugamas turmush chapasida quruq qaqshaldek bo'lib qolgandi. Nima degan bilan bir uyning jafosi uning burunqi guldek chiroyini suvlashtirib, uning chiroyining birini qo'ymagandi. Ajab umoq chiroyli qiz edi. Qandoq bo'lib ketdikin? Anvar ig'ir ham uzun bir tindi. Bu tinish ichiga cho'nqur xursinish va yana allaqandoq harg'inlik yoshiringan edi. Oddiy ammo rahatlik yatag'ida o'ltirib, yakshanba kunining oxirgi vaqtlarini o'tkazayotgan Anvar shularni o'ylaganida jismini noma'lum bir narsa kuydirib o'tgandek, allaqandoq umid orzu o'tlari qalbida lavuldigandek bo'lib, o'rnidan turib, yotoq ichida asta mengishga boshladi. Karvat, yeziq ustili, chamadon, kundalik lozimatliklar. Kichik bo'lsa-mu, ozoda, alohida bo'lmasa-mu, pokiza ko'rinadigan bu yotoq uning o'ylanadigan, tafakkur qiladigan xilvat makoni. Bu yerda u xohlagancha xiyol qila oladi, fikr yurgiza oladi, yodiga kelganni xotirasiga yoza oladi. Bu xilvat makon faqat uning uchunla barpo qilingandek shuncha jimjit, shuncha tinch. Ammo uningga yana nimadir yetishmayotgandek, qandoqdir bir nimasi kandek his qiladi. U hozir shundoq yolg'iz, shundoq g'erib, miskin. Na biror do'sti yo'q. Oliy maktabdagi qizg'inlik, kulki chaqchaq, sho'xliq ichida o'tadigan kunlari nalagidir yo'qolgan. Uning o'zini bir xil mung, zerikishlik turmush egillagan. Yotoq, ishxona, sinf, kundalik mashg'ulotning uch bekiti. U attigina hammadan burun ishxonaga keladi. Boshqalar bilan ancha ko'p paranglashib ketmaydi. Faqat Seyit muallim bilanla qizg'in so'zlashadi. Kashda yotiqqa bir bekinib olsa, sirtlarga ancha chiqib ketmaydi. Qandoq bildikin uning shaharda qolmaganini, kelgan kunilar hammaylar uningga sap serishdi. Qandoqdir hayvonot bog'chisiga biror favqulodda hayvonni tomosha qilayotgandek qiziqsinib qarashdi. Kus parang, masxarlik fikrlashlar. Lekin uning parvoyi falak. Har kim o'zining qisqan yerini o'zi biladi-da. Mayli nima desa, da'vasin. Men shundoq ahmoq, hamoqat. Gülenber uchun ashundoq hamoqat bo'lishga roziman. G'eriblik, yeganilik, nachar turmush sharoiti Anvarga oliy maktabdagi go'zal chog'larni, g'amsiz minutlarni eslatdi.
karamet çağlar iken toqda. Biroq o oliy maktabda g'amsiz o'tdim deb aytolmaydi. Qizning go'zal ruxsari yuragining bir yerini chimildatib, chiroyli ko'zlari bilan beqishlarini har vaqt eslab, hamisha uning g'amida bo'lib keldi. Ansirdi, tashvishlandi. Mangulik yo'qotib qo'yishdan qo'rqdi. Sabab u Gülenber bilan muhabbat to'g'riliq biror eg'iz paranglashib baxmagan. Bir-biridan tatinish, o'tirdagi sherin bir to'saqni busolmagan. Shunga u Anvarni dog'u hasratda qo'yib to'y qilib ketishi, yot birining xotini bo'lib ketishi turg'anlik. Anvar tar yotoq ichida mengib, yerib qoldimi, aytavur yeziq ustida oldiga kelib o'tirdi. Endi u at o'tadigan darslarni tayyorlashi, oldida davlatlik topshiriqlarni tekshirishi kerak. Nima degan ko'p ishlar bu? Qilsa tugamagan. Uning ustiga kundalik chiqib turgan. Sajab burun o'qituvchilarning qadriga yetmay, ularni qaqishib ekan. Tishiga tegib ekan. Nimishqa shunday qilgan bo'lg'aydi ekan-da? U endi bilvatdi. Bakmo qadriga yetibadi. Ishning tuyuqsiz chekilishi uni xiyoldan uyg'otdi. Kiring. Pa, o'qituvchi bo'ldim deb kitoblarning ichiga cho'kib olganingizmi bu? Qo'ng'iroqdek zil ovoz oliy darajalik attirib turaqay. Mana Anvarning oldida go'zal bir qiz kulib turadi. U shuncha nazokatlik, kishiga pariga o'xshash yumshoq bir tuyg'u his qildiradi. Yakshanba kuni yotoqqa bekinib olamdi kishi. Yigit degan yigitdek bo'lishi kerak-da. Qiyo beqish, qopig'ini suzishimi bir chiroyliq. Anvar uni taklif qilguncha u tatinmayli kelib karvatga o'tirdi. Mana sho'xliq, yoshlarga xos jasorat. Xeyli etingiz borkan juma Anvar. Qiz chiroyli beshini uyoq bu yoqqa burab, hamma yerga tayyor qarab chiqdi. U beshini midirlatganda qo'lqidagi halqasi pildirlab chaqnab turadi. Yotqingizni qizlar yotqidek ratlik, pokida tutibsiz. Tomdagi manzara rasmlarimi yotoqni hajab etibdi. Rahmat sizga. Endi hozircha mushundaqli bir Anvar xizmatdoshi Dilnurning kashf bo'lganda yotqiga kirib kelishidan bir oz ajablandi. Xo'sh, bugun yotqimga qadimingiz yetib qopdi-ku. Qarshi olmaydigan o'xshamamsiz. Dilnurning chiroyida sud norozilik alomati aks etdi. Yaqay, mundaqla so'rashim. Siz izdimagan bilan yana shu nozlik beqish, sinoq nazarida tikilgan cho'lpon ko'zi. Biz sizni tashlab qo'ymaymiz. Siz ku endi shu nahkatni desam, men mundaq bir ish bilan kirdim. Bugun bir qanchaylan bizning yotoqqa yig'ilgan. Turibli siz yodimga kelib qoldingiz. Shuning bilan o'ltirishga taklif qilib, shaxsan o'zim kirdim. Qani, men bilan menga? U o'rnidan turib etib, buyruq talab qildi. Abdikim Abeydullah'ның Kırpik namlı povsitini bugün bu şekilde anlattık. Ahırını davamlı anlatırız. Ey balam, xo'roz nima deydi? Qo'q deydi. Men aqlliqmi, sizmi? Men. Men-chu? Siz bittit. Siz kimga miroq balam? Dadingizgami, opangizgami? Dadamga. Eshak nima deydi? Eshakning ong deydi. Kala nima deydi? Mö deydi. Balam, dadingizga qizlarning tuzum kash nima deysiz? Yo'q deyman. Tuzumni qo'ydiman.